Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tomoshabinlar. Demak, bugun 8-darsimizni boshlaymiz. Amaliy matematika fanidan ko'p o'zgaruvchi funksiyalarning xususiy hosilalari va differensiali va kechagi darsimiz davomi sifatida boshlaymiz va quyidagi rejalar bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Demak, birinchisi xususiy hosila iqtisodiyot va fizik ma'nolari sifatida buni o'tgan darsda ham ta'kidlab o'tib ketganmiz va keyingisi esa xususiy orttirma va xususiy hosilalar va to'la orttirma, to'la differensiallar haqida gaplashamiz va uchinchisi esa yo'nalishlar bo'yicha hosila va to'rtinchisi esa ko'p o'zgaruvchi funksiyalarning differensiallarni taqribiy hisoblashlarda foydalanish usullari haqida gaplashib o'tib ketamiz. Va xususiy hosila, asosan xususiy hosila nima degan narsa keladi. Demak, xususiy hosila bu to'g'ridan to'g'ri biz o'tgan darsda o'tgan mavzumizda keltirilgan bo'yicha, demak z barobar fx y funksiyaning x o'zgaruvchisi bo'yicha, ya'ni delta x z orttirmaning shu o'zgaruvchini delta x orttirmaga nisbati va uning limiti aynan delta x 0 ga intilgandagi limiti aynan x bo'yicha hosilasini berar edi. Aynan mana ta'rifda ham xuddi shunday shaklda keltirilgan va y bo'yicha ham demak qarashimiz mumkin. Demak, shu mana aynan yuqoridagi ta'rifga ko'ra, demak limit delta x'imiz 0 ga intilganda orttirma, ya'ni x bo'yicha orttirmani delta x ga nisbatan limiti 0 ga intilgandagi xuddi shu hosilasini berar edi. Faqat bu x bo'yicha. Demak, xuddi shunday shaklda y bo'yicha ham demak ta'rifini keltirib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni z barobar fx y funksiyaning p0 nuqtadagi y o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosilasi ham xuddi shunday yuqoridagi ta'rif bo'yicha qo'llanib kelinadi. Ya'ni f y ya'ni limit delta y 0 ga intilganda delta y z taqsim delta y hisoblanib boriladi. Xuddi shunday. Faqat mana bu yerda bitta o'zgarish bo'ladi. y0 plus delta y degan o'zgarish qo'shiladi va shuni delta y ga nisbati olinadi. Va ta'rifdan foydalanib biz x bo'yicha hamda y bo'yicha xususiy hosilalarni topdik. Va bir misol keltiramiz. Demak, funksiya z barobar ln x kvadrat plus y darajasi minus y degan funksiya berilgan. Xususiy hosilalarni topamiz. Buning uchun endi dz taqsim dx xususiy hosilasini topamiz. Demak, x bo'yicha hosila topadigan bo'lsak, mana bu qismi argumenti bir taqsim va argumentini o'zidan x bo'yicha olingan hosilasini berar edi. Bu 2x taqsim x kvadrat plus y darajasi minus y. Ya'ni mana bu y darajasi minus y ni son sifatida qaraymiz bu yerga. X bo'yicha hosil olgan paytimizda u 0 ga tengligi chiqadi va murakkab funksiyaning hosilasiga nisbatan olib ketamiz va x ni o'zgarmasdan hisobga olib, o'zgarmas deb hisobga olib, y bo'yicha xususiy hosilasini topamiz. Va y bo'yicha xususiy hosilasini topsak, xuddi shunday shaklga keladi va buni ham topib olishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi misol keltiramiz. Demak, u funksiya sifatida u barobar endi o'zgaruvchilar soni esa bittaga oshdi. Ya'ni x y z ko'rinishga 3 ta bo'ldi. Ya'ni ko'p o'zgaruvchi funksiya sifatida oshdi, o'zgaruvchilar soni 3 ta bo'ldi. Va funksiyaning xususiy hosilasini topamiz. Demak, birinchi navbatda x bo'yicha mana hosilasini topamiz. Keyin esa u dan y bo'yicha, keyin esa u dan z bo'yicha hosilalarni topib, ketma-ket shunday shaklda hosilalarni olib boraveramiz. Va ikkinchi ta'rif, demak to'la differensialni topish masalasiga qaraymiz. Ikkinchi ta'rif, agar z funksiyaning px y nuqtadagi to'la orttirmasi deb delta z barobar a delta x plus b delta y plus gamma delta x delta y mana shu birinchi ko'rinishdagi ifoda bo'lsin, u holda bu funksiya
Px y nuqtada differensiallanuvchi deyiladi. Bu yerda a, b'lar esa delta x va delta y ga bog'liq bo'lmagan sonlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Ya'ni gamma delta x, delta y, delta x'imiz 0 ga intilganda, delta y'imiz 0 ga intilganda cheksiz kichik funksiyalar sifatida qaraladi. Aynan mana Karral limitlarini oladigan bo'lsak, bu 0 ga intilishini ko'rishimiz mumkin, 0 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va shu asosida teoremani olamiz. Demak, teorema agar z funksiya px y nuqtada differensiallanuvchi bo'lsa, u holda u shu nuqtada demak x bo'yicha hosilalar, y bo'yicha xususiy hosilalarga ega bo'ladi va shu bilan birga demak a'miz demak x bo'yicha hosilasi, b'miz esa y bo'yicha hosilasiga teng bo'ladi. Va buni hisobga olgan holatda demak ikkinchi teoremani ham aytib o'tib ketamiz. Agar z funksiya p nuqtaning biror atrofida uzluksiz xususiy hosillarga ega bo'lsa, u holda shu nuqtada differensiallanuvchi bo'ladi deb aytib o'tib ketamiz. Va uchinchi teoremaga agar z funksiya p nuqtada differensiallanuvchi bo'lsa, u holda u shu nuqtada uzluksiz bo'ladi. Ya'ni z funksiya p nuqtada differensiallanuvchi bo'lsin. Aynan shu bo'yicha tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shundan esa 3-teoremadan esa quyidagi tarif kelib chiqadi. 3-tarif delta z to'liq orttirmaning delta x, delta y larga nisbatan chiziqli bo'lmagan bosh qismi demak a dedik. A'miz x bo'yicha hosilasi edi, b'miz esa y bo'yicha hosilasi edi. Aynan shunga va z funksiyaning p nuqtadagi to'la differensial deyiladi va u dz kabi belgilanadi. Demak, tarifga ko'ra aynan dz barobar a ko'paytirilgan delta x plus delta plus b ko'paytirilgan delta y yoki birinchi teoremaga binoan biz yozishimiz mumkin bo'ladi. dz barobar f dan x bo'yicha hosila ko'paytirilgan delta x qo'shamiz f dan y bo'yicha hosila ko'paytirilgan delta y. Mana shunday ko'rinishda to'la differensialini topishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu formula asosida. Va shunday qilib funksiyaning to'la differensialini xususiy hosilalarga mos argumentlar orttirmasi, ko'paytmasi yig'indisiga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan 3 teorema va 3 tarif xuddi shu narsani ko'rsatib beradi. Va to'la differensialni argumentlarning orttirmasi va differensialning tengligi, ya'ni delta x'imizni dx ga tenglashtirsak, delta y esa dy ga tenglashtirishni inobatga oladigan bo'lsak, aynan mana bunday ko'rinishda demak uni yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni dz barobar f dan x bo'yicha hosilasi ko'paytirilgan dx qo'shamiz f dan y bo'yicha hosilasi ko'paytirilgan dy ko'rinishda yozishimiz mumkin. Va misol keltiramiz. Ya'ni z barobar x kvadrat y funksiyaning to'la differensialini toping degan. Demak, xususiy hosilalarni topamiz. X bo'yicha va y bo'yicha xususiy hosilalarni topamiz. Va keyin esa demak aynan ikkinchi teoremaga ko'ra ya'ni dz to'la differensialini topamiz. Mana shu joyga demak mana bu yerdan 2y xy ga teng x bo'yicha hosilasi va ko'paytirilgan dx qo'shamiz. Mana bu esa x kvadratga teng, x kvadrat ko'paytirilgan dy bo'lib yig'indis shaklida yozishimiz mumkin bo'ladi. Va murakkab va oshkormas funksiyalarning hosilasini ham topishimiz mumkin. Aynan ko'p o'zgaruvchi funksiyalarda juda ham ko'p uchraydigan masalalardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni quyida murakkab va oshkormas funksiyaning hosilasini qaraymiz. Ya'ni 4-teorema. Biror d to'plamda z'imiz, bu yerda esa x'imiz, x, u va v yoki bo'lmasa y'imiz ham u v ga teng bo'lgan murakkab funksiya berilgan bo'lsin, ya'ni aniqlangan bo'lsin. Va yerda x, y funksiyalar biror q nuqta, q nolavoy, ya'ni d sohaning ichki nuqtalariga tegishli bo'lgan nuqtaning biror atrofida uzluksiz bo'lgan xususiy hosillarga ega bo'lgan f(x, y) funksiya p0 nuqtada murakkab funksiya deyiladi. Q0 nuqtani differensiallanuvchi bo'ladi.
va ushbu tenglikni qanotlantirishi kerak. Ya'ni tenglik o'rinli bo'ladi. Aynan teoremaga binoan dz taqsim du barobar dz taqsim dx ko'paytirilgan dx taqsim du qo'shamiz dz taqsim dy ko'paytirilgan dy taqsim du. Aynan mana bu ham dv dz taqsim dv ham xuddi shunday 4-tenglik bilan topib boriladi. Aynan murakkab funksiyalar uchun aynan mana shu tenglik o'rinli bo'ladi. Va bu tenglikdan dz taqsim du va dz taqsim dv xususiy hosilalar xunaloviy nuqtada uzluksiz bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan esa aynan z barobar f x uv y uv ga ya'ni murakkab funksiyani differensiallanuvchiligi kelib chiqadi. Endi esa ikki o'zgaruvchilar f x y funksiya berilgan bo'lsin. Shu bilan birgalikda bu funksiya argumentlari bitta t o'zgaruvchi funksiya sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni x da bitta t ga bog'liq, y da ham bitta t ga bog'liq bo'lgan funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak va 4-tenglikni qo'llaydigan bo'lsak, bizda quyidagi ko'rinishdagi dz taqsim dt barobar dz taqsim dx ko'paytirilgan dx taqsim dt qo'shamiz dz taqsim dy ko'paytirilgan dy taqsim dt ko'rinishdagi 5-tenglikni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Va endi esa mana y barobar yx shartda z barobar f x y funksiyani qaraydigan bo'lsak, bu yerda demak 5-formulaga ko'ra dz taqsim dx barobar dz taqsim dx ko'paytirilgan dx taqsim dx qo'shamiz dz taqsim dy ko'paytirilgan dy taqsim dx qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bunday ko'rinishda mana bu dx taqsim dy ni qisqartirib olishimiz bilan demak bitta dz dan dx bo'yicha olingan hosilasi bilan qo'shib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Aynan 6-ko'rinishdagi ifodani hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak biz topgan 4, 5, 6-ifodalar istalgan chekli sondagi argumentning murakkab funksiyalari uchun umumiy formulalar bo'lib hisoblanadi. Va misol sifatida keltirishimiz mumkin. Demak, 3 o'zgaruvchili funksiya uchun ham xuddi shunday ko'rinishdagi murakkab funksiyalarni 7-ko'rinishda olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda x'imiz esa x u v w ga bog'liq bo'lgan va z'imiz ham u v w ga o'zgaruvchilarga bog'liq bo'lgan funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak, aynan 8-ko'rinishi hamda 9-ko'rinishdagi formulalarni ham hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Va bitta misol berilgan. Demak, bizda agar z barobar x kub ko'paytirilgan y bo'ladigan bo'lsa, bu yerda esa x'imiz u ko'paytirilgan sinus v, y'imiz esa v ko'paytirilgan kosinus v, kosinus u bo'lsin. Aynan bu yerda dz taqsim du va dz taqsim dv larni toping degan aynan yechishda, demak biz yuqoridagi 4-tenglik hamda 4-tenglikdan foydalangan holatda demak dz taqsim du ni topib olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu narsaga teng bo'ladi. Mana u bo'yicha hosilalarni xuddi shunday shaklda murakkab funksiya hosilasini topishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi misol sifatida ham qaraydigan bo'lsak, demak f funksiya berilgan, ln x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat berilgan va uni argumentlari esa aynan x'imiz sinus t ga teng, y'imiz t qo'shamiz kosinus t, z'imiz esa t kvadratga teng bo'lganda bu murakkab funksiyani hosilasini to'g'ridan-to'g'ri topishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkita x va y o'zgaruvchilarining ushbu f x y teng 0 tenglamasi berilgan bo'lsin. Aynan bu esa demak funksiyalarni oshkormas ko'rinishdagi funksiyasi berilgan bo'lsin. Aynan quyidagi oshkormas funksiyani hosilasini olamiz. Aynan mana shunda f x y teng 0 ko'rinishdagi funksiyani oshkormas funksiya va uni hosilasi topish uchun biz mana bunday ko'rinishdagi dy taqsim dx barobar f dan x bo'yicha hosilasi x y taqsim minus
minus f dan x bo'yicha hosilasi x y taqsim f y bo'yicha hosilasiga tengligi kelib chiqadi. Ya'ni u birinchi formula o'rinli bo'ladi. Agar uch o'zgaruvchilar bo'lsa, oshkor emas ko'rinishdagi f x y z tenglama berilgan bo'lsa, z barobar phi x y oshkor emas funksiyani aniqlansa, bu yerda z teng emas 0 bo'lsa, u holda demak uch o'zgaruvchi bo'yicha quyidagicha ko'rinishda hosilasini topishimiz mumkin bo'ladi. Xususiy hosilalarni birinchi navbatda x bo'yicha, keyin esa y bo'yicha hosilalarni olishimizga to'g'ri keladi. Va mana bu yerdan ko'rishimiz mumkinki, mana shu formula har doim o'rinli bo'lib boradi. Va shu bo'yicha demak 7-misol keltirilgan y cosinus x minus sinus x y teng 0 tenglama oshkor emas ko'rinishda berilgan yx funksiyani hosilasini toping degan. Aynan bu yerda yx funksiyani hosilasini topishimiz uchun demak biz birinchi navbatda f dan mana bu umumiy holda f deb oladigan bo'lsa, x bo'yicha hosilasini olamiz, keyin y bo'yicha hosilasini olamiz va demak dy taqsim dx hosilasi mana bu narsaga tengligi kelib chiqadi. Va 8-misol ham oshkor emas funksiya mana shunday ko'rinishda berilgan bo'lsa ham uni to'g'ridan to'g'ri topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, uch o'zgaruvchili funksiya sifatida qaragan paytimizda ham uni formulasi bor edi. Aynan 12-formulaga binoan xuddi shunday shaklda topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bir marta x bo'yicha hosilasi, ikkinchi marta y bo'yicha hosilasini joyiga qo'yishimiz bilan demak shu narsa topilib boriladi. Va yuqori tartibli xususiy hosilalar va differensiallar haqida gapiradigan bo'lsak, demak p nuqta va uning biror atrofida z funksiya shu atrofda x va y o'zgaruvchilar bo'yicha demak xususiy hosilalarga ega bo'lsin. Ular birinchi tartibli xususiy hosilalar deyiladi. Bu holda x va y o'zgaruvchilarning funksiyalarini ifodalaydi va shu sababli bu funksiyaning xususiy hosilalarini topish masalasi birinchi o'ringa qoladi. Va birinchi tartibli xususiy hosilalarni biz yuqorida ko'rib o'tdik. Ya'ni x va y o'zgaruvchilar bo'yicha olingan xususiy hosilalari agar ular mavjud bo'lsa, ikkinchi tartibli xususiy hosilalar ham mavjudligi kelib chiqadi. Demak, mana ikkinchi tartibli xususiy hosilalarni ham xuddi shunday shaklda belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Va shunday qilib, uni 8-tartibli hosilalarni ham xuddi shunday shaklda topishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy holda bitta misol beriladi. Demak, z barobar x kub y kub funksiyaning 3-tartibli, ya'ni d kub z taqsim dx dy kvadrat xususiy hosilasini toping degan. Birinchi navbatda x bo'yicha hosilasini olamiz, keyin shu olingan hosiladan y bo'yicha hosila olamiz va yana bundan esa yana y bo'yicha hosila olishimiz bilan demak bu 18x kvadrat y ga tengligi kelib chiqadi. Va mana shu narsa topiladi. Ikkinchi misol sifatida ham xuddi shunday xususiy hosilalarni topishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi misolda demak d kvadrat z taqsim dxy teng d kvadrat z taqsim dy dx tengliklarga ega bo'ldik, ya'ni tengligiga ega bo'ldik. Biz o'tgan darsda aytganimizdek, Shvaki teoremasiga binoan tenglik har doim bajariladi degan qismi bor va bajarilmaydigan holatlari ham mavjudligi haqida gapirib borgan edik. Bu yerda ham xususiy hosilalar deb aytiladi va ikkinchi tartibli aralash xususiy hosilalar haqida ham teoremani isbotsiz shaklda keltirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni teorema agar z funksiya ikkinchi tartibli aralash xususiy hosillalari p nuqtaning biror atrofida mavjud va shu nuqtada uzluksiz bo'lsa, u holda ular shu nuqtaga teng bo'ladi. Ya'ni mana shunday ko'rinishga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bu teoremani istalgan tartibdagi xususiy hosilalar uchun o'rinli bo'ladi. Masalan, misol sifatida keltirishimiz mumkin. 3-tartibli xususiy hosilalar mana shunday ko'rinishda olishimiz mumkin bo'ladi. Ma'lumki, demak z funksiya p nuqtadan to'liq differensiallanuvchi bo'ladi. Ya'ni to'liq differensialni biz yuqorida ko'rib o'tgandik. dz barobar f dan x bo'yicha hosila ko'paytirilgan dx qo'shamiz. F dan y bo'yicha hosila
ko'paytirilgan y ekanligini ko'rgan edik. Va u birinchi tartibli to'g'ri differensial deb aytiladi. Va yuqori tartibli differensiallarni ham xuddi shunday shaklda topishimiz mumkin bo'ladi. Mana ikkinchi tartibli differensiallarni hisoblash uchun, demak, birinchi tartibli differensialdan yana differensial olishimizga to'g'ri keladi. Bu esa ikkinchi tartibli differensialni keltirib chiqaradi. Va bundan esa demak yuqori tartibli yana differensiallarni hosil qilmoqchi bo'lsak, demak uchinchi tartibli differensiallarni hosil qilmoqchi bo'lsak, ikkinchi tartiblidan yana bir marta differensial olishimiz bilan bu uchinchi tartibli differensiallarga keladi. Mana shu ikkinchi ko'rinishda. Va uni ham ketma-ket olib borish jarayonida n'inchi tartibli to'g'ri differensialni ham mana shunday ko'rinishda ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Uchinchi ko'rinishda. Bu bo'yicha bitta kichkina misol keltirilgan. Demak, d kvadrat z va d kub z differensiallarni toping degan. Demak, birinchi x bo'yicha hosilasi, keyin esa x bo'yicha olingan hosilasidan yana x bo'yicha olingan hosilasi va x y bo'yicha olingan hosilalari, y bo'yicha olingan hosilasi, 2 marta y bo'yicha olingan hosilalarni birgalikda yonma-yon joylashtiradigan bo'lsak, bu d kvadrat z barobar mana shunday tenglikni hosil qilamiz. Va uchinchi tartiblisini ham xuddi shunday shaklda uchinchi tartibli hosillarni ham ketma-ketlikda hosil qilib boramiz. Va yo'nalishlar bo'yicha hosila va gradiyentlarga haqida gapiradigan bo'lsak, u barobar u x y z bizga funksiya berilgan. M esa nuqtadagi S vektor yo'nalish bo'yicha olingan hosilasi aynan mana shu narsaga teng bo'ladi. du taqsim ds barobar du taqsim dx kosinus alfa plus du taqsim dy kosinus beta plus du taqsim dz kosinus gamma. Mana shu formulaga asosan topiladi. Bu yerda kosinus alfa, kosinus beta, kosinus gammalar esa S vektor bo'yicha yo'naltiruvchi kosinuslarni beradi. Ya'ni yo'nalishni aniqlash uchun aynan mana shu narsalar topiladi. Va gradiyent sifatida grad u vektor sifatida qaraladi va i, j kelar esa birlik vektorlar bo'lib hisoblanadi. Va formulaga ko'ra mana xuddi shunday shaklda olishimiz mumkin. Va bu yerga misol keltirishimiz mumkin. Ikkita misol. Birinchi marta demak uni yo'nalish bo'yicha hosilasi, ikkinchi marta esa gradiyenti bo'yicha ko'rishimiz mumkin bo'ladi ikkita misolda. Va to'la differensialni taqribiy yechish jarayoniga qo'llashimiz mumkin. Demak, biz yuqorida ko'rib o'tilgan orttirmani taqriban tenglashtirib olishimiz natijasida mana bunday ko'rinishdagi ifodaga keltiramiz. Va bundan esa demak mana bunday ko'rinishdagi ifodani olamiz. Va misol sifatida keltirishimiz mumkin. Demak, aynan mana shuni taqribiy yechish bo'yicha algoritmlarni keltirib o'tib ketishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu narsadan qo'llash jarayonida misol sifatida keltirishimiz. Taqribiy yechish xuddi shunday shaklda amalga oshiriladi formulaga binoan. Va bu yerda birinchi qadam, demak, aynan mana shuni a ga tenglashtirib olib, demak, a ga tenglashtirib xuddi shundan topamiz. Va bu yerdan esa 0,9 va 0,99 sifatida olib orttirmalar sifatida qarab xuddi shunday shaklda natijani chiqaramiz. Va e'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'lingizlar.